Yo, родноlar, короче, sizlar bilan men Virk. To'g'ri, sizlar bilan anchadan beri ko'rishmadik. Oxirgi videomiz ham ancha vaqt bo'lib ketibdi. Bir yildan ziyod oshib ketibdi. Bir yildan o'tib ketibdi demoqchiman-da. Qisqasi, prevyuda ko'rganinglardek, har doimgidek Google hisobni parolini o'zgartirishni o'rgataman men. Ana unda videoni boshladik. Yaxshilab o'rnashib oling. Ana ketdik. Birinchi o'rinda bizlarga eng oson yo'li kerak bo'ladi. Play Market. Tamam. Ana keyin kirganimizda mana bu yerga qarasak, siz rasm qo'ysangiz rasmingiz, ismingizda bosh harf turadi. Ustiga hop bosamiz. Bosganimizdan keyin Google hisob boshqarish tugmasini bosamiz. Hop, keyin kirib oladi mana. Va mana bu yerda hamma narsa bor, hattoki oxirgi parol qachon qo'yilgani haqida ham bor. Google parol ustiga bosamiz, ko'rsatganimni ustiga bosamiz. Tak, bo'lsa-da endi. Va mana sizni parolingizni so'raydi. Mana bu yerda chiqayotgan narsalar, boshqa balobatlar. Keyin agar parolingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, boshqa usulni bosamiz, yana bitta boshqa usulni bosamiz, davom etishni bosamiz. Telefon qutisida ozgina kutib turasizlar. Va nihoyat mana o'qinchilmi? Bo'ldi, tamom. Mana bu yerdagi yozganingizni bu yerda qaytadan yozasiz. Ili buni bosasiz. Menga bosganingizdan keyin 1 minut va bo'ldi. Va parolni almashtirishni bosamiz. Bosganimizdan keyin so'raydi. Bu yerda sizning telefoningiz ko'rsatib beradi. Biz parolni almashtirishni bosamiz. Keyin pastda parolingiz almashtirildi deb chiqadi. Parol almashtirildi. Bu yerda ko'rsatib parol almashtirildi. Keyin olam kirishim. Keyin bilasiz, sizga kerak emas. Bo'ldi, endi parolingiz almashtirildi. Va bu yerdagi to'rtburchak tugmani bosamiz va hammasidan chiqib ketamiz. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Va nihoyat mana video chiqardim. Bu video ham qisqa bo'lib qoldi. Uning uchun ming bor uzr. Aytgancha menda bu bor. Yaqinda yana yangi videolar ko'rib qolamiz hamda bu. Mana shu ikki ilova orasidagi videolarni bemalol chiqaraman. Kanalda xayr, sog' salomat bo'ling.